O'zi viloyat hokimi birorta masalani yechadimi, yechib beradimi sizlarga? Почти viloyat hokimi hamma masalamizni yechib beradi. Chunki bizdan ko'p harakat qiladi bu sohani rivojlantirish. O'zingiz primoy chiqib muammoni ayta olasizmi? Mana bunaqa masala bor, yechib bering deya olasizmi? Viloyat hokimi o'zi shaxsan o'zlari nomerlarini berganlar, shaxsan o'zimga chiqasan, nima problemam bo'lsa deganlar, biz doim aloqada turaman. Doim nimadir problema yechilmasa, men arab chiqaman. Hozir telefon qilib birorta muammongizni aytingchi, yechim qilib berarmikanlar. Endi qilsa bo'ladi, ular ishdagi odam boshqa. Mana men yozaman mana. Faktda buni. Hokim tuzumi charchama ishlab turibsizmi? Kooperatsiya bo'yicha yerlar, rayonlar bo'yicha qurib hal qildik. Norin ming buloq emas dedim. 15 gektar degan popda problema bor dedi. Mana tanlaga mabodo tashrifga qo'l kelib qolishi mumkin deb oqibaga aytdilar. Hozir popda men aytaman deb. Moment yozibman, salomat. Qaysi problemani aytadi? Gromkiga qo'yib gaplashasizmi? Hokim bilanmi? Ha. Hokim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzumimiz hokim? Ha, hokim hali rahmat. Hali qaror bo'yicha u yerlar gidrozi ham hamma narsani yerlarni ajratildi. Hammasini bugun shartnomalarni qildik. Shuni o'sha so'raganingizda o'shanga bir javob berib qo'yay deb Masala nima ham kategoriya yer toifa masalasini Jamshid Abduhakimov protokoli bilan bo'ladigan bo'ldi. 1-2 kunda chiqadi u ham. Kelganda aytdim. Bu yaylovlar va prezidentga kirish shart emas ekan. Bo'ldi. Yaxshi. Sug'oriladigan yer hisoblanma. Bo'ldi, rahmat. O'shanga. Ketyaptimi o'zi? Hozir yerlarni polni ajratib, bugun shartnomalarni qildik. Bo'ldi, u yoqdan hozir Toshkentdan hozir joylarni ajratib bo'ldik, pullarni harakatini qilar ekanmiz deb ularga ham bank bilan ham gaplashdim. Bugun erta protokol chiqadimiz qalbi. Bo'ldi. Xo'p, rahmat, hokim, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ldi, rahmat. Zo'r. Aka, qoyil qoldim. Men viloyat hokimini umuman tadbirkorlar bilan bunaqa ochiq gaplashadi deb o'ylamadim. Siz nima fikrdasiz? Men ham juda ham hayron qolaman. To'g'risi, hali har kuni nimani kuzataman, viloyat hokimligini, kanallarni kuzataman. Har kuni kamida 2-3 ta tadbirkorlar uchrashuvda.